Men yomon kelinman, chunki kelinlik uyimda faqatgina 2 marta ovqat qilganman xolos deyishim mumkin, lekin biz alohida yashaymiz, shu sababdan faqatgina 2 marta ovqat qilganman xolos. Bugun bo'lsa qo'llarimni bir o'ynatib, uydagilarimga gampan degan uyg'urskiy ovqat qilib bermoqchiman. Men shu o'rtada bitta narsani aytmoqchiman. Men metiskaman, ya'ni dadam o'zbek, ayasi tojik, dadasi uyg'ur. Shunda ayam metiska, dadam o'zbek. Xullas bu ovqat qilish juda ham oson ekan, ja ko'p vaqtingiz ketmas ekan. Asosiysi guruchga zo'r tam berib, qovurib qaynatib olsangiz bo'ldi. Qolgani o'zingizga ideyangizdan kelib chiqib shunaqangi shirin bo'lar ekan. Shunaqa ovqat qilish, uborka qilish videolarimni sog'inganlar bormi? Kommentariyada yozib ketinglar. Inshaalloh 600 ga bo'lganimdan keyin yana avvalgidaqa videolar olishni boshlayman. Buning uchun bo'lsa menga obuna bo'lishinglar kerak. Shunchaki videoni ko'rib o'tkazib olishinglar kerak emas. Ishonasizlarmi, tuqqanimdan beri mana 3 oydan o'tayotgan bo'lsa, biror marta mazza qilib shoshmasdan ovqat qilganim yo'q va nihoyat bugunga belgilangan ekan o'sha kun. Bugun mazza qilib ovqat qildim. Chunki Muhammad Yusufda amajonlari qarab turdi. Shu uchun ham bemalol qo'llarimni o'ynatib ovqat qildim. Shu o'rtada yorijonim kelib qolib, keling men o'zim sizga video beraman deb, meni videoga olish qolib ketib, o'zini videoga olib o'tirib. Shu yorijonim boriga shukr, doim kayfiyatimni ko'tarib yuradi, charchoqlarim esimdan chiqib ketadi. Xullas ovqatimiz tayyor bo'ldi. Endi bo'lsa padachasiga navbat keldi. Avval guruchni chiroyli qilib bezatdim-da, keyin guruchni o'rtasiga garnirlar quyib, chiroyli qilib yasatib, dasturxonga tortdim. Videoni chetgacha ko'rib, hali ham podpiska bosmagan bo'lsangiz, shunday podpiskani bosib qo'ying. Sizdan hech nima ketmaydi. Mendan bo'lsa shunaqa videolar kutib qolinglar.